endi keldim deysan. Mayli, chiq. Ketdik. Yaratganga yolvorib deyolmasman. Murg'ak jonim qaytib ber, ular seni o'ldirdi endi borib. Hammasini Allohimga aytib ber. Notinchlikning peshonasi sho'rg'li dunyo ahli, zor yig'latgan zo'rg'li endigina 3 yosh eding go'rg'li. Hammasini Allohimga aytib ber. Shaytonga ulfatlarni yosh boshiga tushgan g'am kulfatlarni bo'laksalar, izlagan kalxatlarni hammasini Allohimga aytib ber. Aytgin barcha shaytonga ulfatlarni yosh boshiga tushgan g'am kulfatlarni bo'laksalar, izlagan kalxatlarni hammasini Allohimga aytib ber. Tug'ilsayding o'zbek degan millatda yashar eding. Minnati yo'q rabbatda hurgina jon, endi borib jannatda hammasini aytib ber. Notinch yurtning Mana qizimizning marajalarini o'tkazib oldik. Oradan shuncha payt o'tdi. Nahotki qotilni hali ham topishmasa, kim bo'lishi mumkin? Dadasi aytgancha boyaroqda Ibrohim tog'ning ayollari bizlarga isrorli qilib chiqqandilar. O'sha payt gaplashayotganimizda aytib qoldilar, siz bilan birga yurgan Iskandar bola bor-ku, bizni eshigimiz tagiga Madina uni hushsiz holatda tashlab ketishayotganini ko'rgan ekan. Voy, asali kızım, monash kızım, keldingizmi kızım? Kimlar zalmasib chiqdi? Bezat aka, shu qizingiz juda yaxshi-da. Nimasini aytasiz? Shunaqa chiroyli, soliha qizim bor-da meni. Xo'p, davom etsak, Iskandar.